Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Nasib bo'lsa yana bitta obyektimizni tugatib oldik. Obyektimiz uzunasi 840 ga, eni 340 bo'lgan joyga qilingan fason. MDF dan bo'ldi hamma joyi. Mana stiklar podsvetga qo'yilgan. Gullarimiz burchaklar kelgan, podyon qilingan, stiklari cho'tki turibdi, ideal darajada chiqdi. Mana burchak gullarimiz. Podsvetkamiz oddiy podsvetka emas. Har xil svetda yonuvchi o'zini pulti bor. Pultdan ligrovka qilaverasiz. Xohlagan svetga qo'yasiz o'zingiz. Relasi bo'ladi. Relani devorga arasiga kavlab tiqib ketiladi. Erta kun kuygan taqdirda ham relasi olib almashtiriladi. Patologga ziyon yetmaydi. Bu ishimiz Surxondaryo viloyati Sarosiy tumanida bo'ldi. Ideal darajada chiqdi nasib bo'lsa. Bir metr kvadrati 500 ming so'mdan. Hamma narsasi ichida, reykasi, MDF gullari, 18 dona galagini 3 xil palajanada yonadi. Kulchatidan ligrovka bo'laveradi. Hammasi 100% ichida. Uydaga soat mana shu bir dona lyustrani olib berdilar. 1 million 200 ming so'mga olib berdilar. Bizni kuzatib borishda davom eting. Ishlarimiz ma'qul keladigan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Like tugmasini bosib qo'ying. Trendga chiqqan fason. Juda ko'p joyda qilinadigan variant. Nasib bo'lsa bir 2-3 kunlardan keyin Qashqadaryoda ham xuddi shunaqa variant qilamiz, xudo xolasa. Faqat MDF rangi o'zgaradi. Bu yerda mana bu oqqa vengi svit, mebelni svit MDF ishlatilgan. Bu yerda yangi chiqqan MDF dan ishlatamiz.